Mening ko'rganlarimizga va tomoshabinlarimizga mundaq bir ishni yana bir qitim eskartib qo'ygim keladi. Qaysi shundaysiz? Bizning Navo programmamizning oldingi sonida bizning Navo programmamiz naqshi musiqa jihatda ma'lum iqtidorga ega yosh san'atkorlarimizning o'z talantini namoyon qiladigan sahnasi bo'lib qolmasdan, yana ularning naqsha musiqa jihatda yo'liqqan, intilayotgan nasllarga ko'ngildagidek javob hozirlab beradigan yaxshi sahnasi degan edik. Kim demoqchi bo'lganligingizni tushundim. Dostlar, ko'rgan do'stlar, biz har bir san Navo programmamizga jamiyatimizga keng yoshlarni naqshi musiqa jihatda yetaklash ularga bilim berish maqsadida san'at sohasiga bir qism mutaxassislarimizni taklif qilamiz. Bugungi Navo programmamizga taklif qilingan aziz mehmonlarimiz, bizning mutaxassislarimiz Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik naqshi usul o'mikining naqshi ijodiyatchisi ham naqshi yetakchisi Abdul Rahim afandim. Şinjan Sanat İnstitutu Müzik İnstitutu'nun doçenti Nurgül Aysa muallim. Rahmatli sahnimizni yana shu Jo'shqin yoshlarimiz bilan taqanaqlaysiz. Tomoshabinlarimizning bu jo'shqin kayfiyatda o'tirib berishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Shunda Xitoyga ay sahnimiz bilan It's